Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizle başlayımız. Leksiyede sıdığa görüyoruz. Washington'dan sözdeyimiz bugün çizlağa. 2022 yıl 3. ayının 10. gün. Vaziyeti ciddilik şundaqla görülmegen vakıa hadiseler. 101 vatandaşı vatandaşım Tünigilletin Aksaray'ın bayanatçısı Cempi Saki Hanım Rusya bilen Cungo'nun ismini bir yere koyup tilga aldı ve bayanat ilan kıldı. Bu Cungo Kompartiyası yaxşı düşündüğü, yaxşı belediğin bir yol. Çünkü hazır Cungo Kompartiyası Rusya bilen birleşip ama Amerika Qo'shma Shtatlarga bohtan töhmet çaplaydigan bir teşvikatning xalqaro saniga. Masalan, Ukrayna urushiga munosabatlik, Ukrayna jamiyatiga munosabatlik bir teşvikatning xalqaro saniga elib chiqdi. Shu munosabat bilan Aksarayning bayonotchisi Cempi Saki Jungo'ning ismini atab turib, Rusya'nın ismini atab turib, ikki davlat ismini bir yerga qo'yib turib bayonot e'lon qildi. Hatta Twitter'ga anglashimcha Twitter'ga 8 parcha uchar va xabar orqa-orqadan tarqatdi. Demak, bu vaziyatdagi bir o'zgarish Jungo Amerika munosabatidagi shundaqla Jungo Amerika munosabatidagi bir signal. Endi bundan keyingi vaziyat shu bo'yicha bo'landi yoki yana boshqa o'zgarish bo'landi belgili bo'lmaydi, ammo vaziyat ana shu yerga. Masalan, ismini davlatning bevosita ismini atab turib, bayonot e'lon qiladigan darajaga yetdi degan. Bugun biz sizlarga shuni davr qilgan, yuqorqi mazmunlarni davr qilgan asosda leksiya so'zlaymiz, hurmatli vatandoshlar. Mavzu bundaq. Aksaray'ın ciddi agahlandırışı. Beijing Rusya'nın hücum kılışıga yardım kıldı. Ukrayna hücum kılışıga yardım kıldı. Rusya belki biyokimiyeli kurallar bilen hücum kıldı. Mavzulu haber 3. ayının 10. günü Jungo'ga nazar torbiyeti ilan kılındı. Haber bundak başlandı. Tövbe. Her gün leksiya sözleyip gelin bitip otuz zaten. Leksiya haber mundaq başlandı. Aksaray. Köpeten bayanat e'lon qilib, Amerika'nın Ukrayna'da biyokimiyali qurollar tecrübexonasi borligini ve biyokimiyali qurollarni tadqiq qilayotganligini inkor qildi. Ve shundaqli ciddi ogohlantirish e'lon qilib, Rossiyaning dal hozir Ukraynaga biologiyali qurollar bilan hujum qilishga tayyorlanayotganligini, Jungo Kompartiyasi bo'lsa buningga jidallab moslashib qo'llayotganligini baş kıldı. 3. ayının 9. günü keşte Aksaray bayanatçısı Cempi Saki Twitter'da arka-arkadan 8 parça haber ilan kıldı. Rusya'nın karı çaplaş şekillik töhmetleri zerbi verdi. Bazı Rusya doğrusu da şundaq dep tursak, Rusya'nın kılgalları Beijing dairelerinden kollışı girişti. Şundan keyin bayanatçı Pisaki texmi köp hushyor buluş ve ansirash kerakligini bildirdi. Cempi Saki mundaq ko'rsatdi. Rusya'nın Ukrayna tajovuzchilik urushi elib berayotganligi shikayat bo'ldi. Rusya bu urushda kutmagan zarbalarga erishgandan keyin Rusya belki ajallik biyokimiyali qurollar bilan Ukraynaga hujum qilishi mumkin. Bayanatçı Cempi Saki mundaq ko'rsatdi.
Bularning hammasi Rossiyaning oldin planlagan plani bo'yicha sababsiz va muttahamlik bilan Ukraina hujum qilganligini aqlash yelimi kerakdir. Bayonotchi Jen Psaki to'liqlab turib, mundaq tushuntirdi. Garchi rossiyaliklar rangvozlik bilan shundaq bayonot e'lon qilgan bo'lsa-mu, balki Jungo Kompartiyasi bundaq targ'ibotni qo'lladi. Biz hushyor bo'lishimiz lozim. Rossiya Ukrainada bioximiyalik qurollarni ishlatishi mumkin. Bayonotchi Jen Psaki ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Bu intayin aniq bir shaklda. Rossiya Amerika bioximiyalik qurollar Amerika bioximiyalik qurollar tadqiq qilyapti dedi. Beijing bo'lsa suiqasd nazariyasini ilgari surdi. Bayonotchi Jen Psaki Twitter'da oldi bilan Amerika tarafining kuzatganlari bo'yicha Rossiya bilan Jungo Kompartiyasi siyosiy hokimiyatining yaqindan beriki harakat yuzlanishlari bilan ta'minladi va buningga tanqid yurgizdi. Bayonotchi Jen Psaki mundaq ko'rsatdi. Rossiyaning atalmish Amerika va Ukrainada bioximiyalik tajribaxonada shunday qurollarni yasayotdi deb e'lon qilgan bayonotiga diqqat qildi. Biz yana Jungo Kompartiyasi amaldorlarining bu suiqasd nazariyasiga do'st tortishib yurganligini ko'rdik. Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Javlijan 3-oyning 8-kuni mundaq gap yo'rg'alatdi. Rossiya harbiy harakati shuni bayqadiki, Amerika musha aslahalardan foydalanib biologik harbiy planni yo'lga qo'yib Bu Amerikaning Ukrainadagi biologik harbiy harakatining faqat bir qismidir. Bundaq deyishlar gap yo'rg'ilishli Jungoda aloqador matbuotlarning tashviqot vositasi aylandi. Demak, bu Javlijanning degan so'zlari Jungoda matbuotlarda e'lon qilindi deydi. Ko'rdingizmi? Bayonotchi Jen Psaki tanqid qilib Rossiyaning suiqasd nazariyasi safsatadir deb ko'rsatdi. Shundaqla Jen Psaki mundaq bayonot qildi. Amerika ximiya qurollari ahdnomasi biologiyalik qurollar ahdnomasi va ahdnomada belgilangan majburiyatlarga amal qilib, har qanday bir joyda bundaq qurolni tadqiq qilish tajribaxonasi qurg'ani yo'q. Beijing doiralari bilan Rossiyaning biologiyalik qurollar va ximiyalik qurollar jamoat fikr liniyasida birinchi qatam hamkorlashib turg'ani yo'q. Ular bosh tilda hamkorlashib kelmoqda.